Mana hurmatli kuzatuvchilar, bugun Baliqchi tumanida GSVGchilarda bir yig'ilishida mana o'tiribmiz. Bular hammasi Germaniyani 76, 74 Posenni prizib Liyasning shahrida xizmat qilganlar mana shu. Burcham e'lon qo'ying, o'rislar ham ko'radi. Aqatoshlar o'rislar ham ko'rar ekan. Gord Vaysning bu Вот они, которым служили в городе Лясник, GSVga. Полевая почта 60-472 артполк. Вот ГСВГ, там они служили, вот ребята. Вот так. Bu albomlarni ham ko'rsatib qo'ying, albomlarni. Mamda. Yo'q. Вот смотрите. Vaysning, который я служил в Вятске. Вот так. Молодцы, ребята. Mana bu yerda mehnat faxriylari o'tiribdi mana. Mana. Bu Bahodirjon hoji mana bunisi. Ular Germaniyada xizmat qilgan. Mana bunisi ham Abdurazzoq hoji Samarqand viloyatida GSVGchilarni boshliq bo'ladi, to'plab turgan mana shu yigitlar bo'ladi, mana shu yigitlar omon bo'lsin. Mana yigitlarimiz hali ko'p kelishni davom etyapti. Mana bular So'xdan. Mana bu boshlig'i bo'ladi Jo'raboy hoji aka. Mana bu yigitlar mana. Mana bu yigitlar. Mana Germaniyada xizmat qilgan. Ravshanjon. Mana yigitlarimiz. Rahmat aka. Salomatchilikda ko'rishaylik yana. Salomat bo'ling o'g'lim, balli. Samarqandmi bu? Evet, mana yigitlar o'tiribdi. Yashang, rahmat, salomat bo'ling. Evet, Mural Muhojir degan odam bor. Abdurazzoq hoji akalar. Qo'yib chavlan kesaman. Aylanib o'tonyapti. Aylanib. Amirjon hoji kecha nimasini topib ukasini, ha? Men bunga qilyapman. Uylarni quroldoshlar bular mana. Rustamjon hoji, Solijon hoji mana. Hammalari xush kelibsizlar. Mana xizmatda Alijon. Qo'y. Mana Alijon xizmatda. Mana ko'ryapsizlar mana. Xizmatdami, xizmatda. Mana bu yigit Astonda xizmatda mana shu yigit mana. Botirjon Baliqchidan mana shu. Assalomu alaykum, qadrdonlar, qadrdonlar. Eng boshlig'i mana shu yerda xizmatda mana. Men yordamchi, o'zi vaqt bo'lmasa ham Kelaverasizlar. Assalomu alaykum.
Mana Toshkentdan kelgan Xudoy qul mana. Mana bunisi Xorazmdan kelgan mana. Maqsudbek. Ha. Hozir. Mana bu yigit raisimiz bo'ladi mana. Assalomu alaykum, bo'linglar, hurmatli omon bo'linglar. birodarlar. Mana bugun baliqchiga yig'ildik. Andijonliklar hamma shu yerda. Xudo xolasa bugun yoshlikni eslab, mana shu respublikada xizmat qilganlarimizni eslab, bir-birimizga diydor ko'rishgani keldik. Hammanglarga sog' salomat bo'linglar, kelinglar, kutyapmiz. Kelinglar baliq. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Maqsudbek gapiring. Kechiring, keyin gaplik. Yaxshi. Keyin bizlar ham keldik, yana Xudo do'stim bilan shu bugungi tadbirni yaxshi, a'lo darajada o'tkazadi. Xush kelibsizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik, hamma xush kelibsizlar. Mana Xudoy qul. Assalomu alaykum tog'a. Mana yetib keldik biz ham. Assalomu alaykum. Mana keldik oxir Baliqchi tumaniga. Namanganda bir kecha qoldik. Hammani ko'rganimizdan xursandmiz. Hammaga alangalik salom. Rahmat. Mana bu juda yaxshi uchrashuv yigitlar yig'ilib hammamiz qolyapmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Всем приглашаем на встречу.